Salom Bus Studios kanali. Sonic 3 filmi va nihoyat tomosha qildim va bu videoda o'z fikrimni bo'lishib o'taman sizlar bilan. Video qiziq bo'ladi deb umiddaman. Albatta videodan uzoqlashmang. Telegram kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki Telegram kanal hamma o'sha video silkalari o'sha yerda teaser bo'lib o'tadi. Yangi videolar chiqishi, yangi loyihalar, hamma narsa o'sha yerda bo'ladi. Albatta obuna bo'lishni unutmanglar, har holda yo'qotib qo'ymaslik uchun ham. Albatta. Demak, asosiysi filmga keladigan bo'lsak, hozirda agar film ko'rmagan bo'lsangiz, mabodo ruschasini tashlaganman VK profil, ya'ni VK platformasiga. Telegramga uzr tashlay olmayman, chunki Telegramga faqat silka qoldirish mumkin, ham VK profilga qoldirish mumkin. Chunki Telegramni o'ziga tashlaman. Bilasizlar, blokirovka xohlamayman, chunki o'zi yaqinda bu bitta kanalim yo'qotdim, shuni orqasidan. Bilaman, ko'p kino tashlaydiganlar multi har xil kanalni ochib tashlashadi. O'shani har xil kanallarga tashlab borishadi filmlarni, чтобы ban qilib qo'ymaslik uchun. Agar ban qilib qo'ysa, mayli, hech nima qilmaydi, ikkinchi kanali bor bo'ldi. Amanda bittagina yagona kanal shu, to'g'rirog'i Telegramda. Shuning uchun yo'qotish xohlayman. VK ga kirib ko'rishinglar mumkin, onlayn qilib bo'lsa ham hech bo'lmasa. Agar xohlasanglar, ruscha, albatta o'zbekcha bilmadim, hozir topganim yo'q, balkim umumiy tarjima qilgan bo'lsa, umumiy silkasini ham qoldiraman. Albatta, uzoqlashmanglar, kommentariyada bo'ladi yoki silka video ostida. Video osti hozircha ishlamayapti. Negadir dostуп menda yo'q. Bilmayman nega silka ishlamayapti u yerda. Shuning uchun kommentariyada qoldiraman qisqasi. Demak, film o'ziga keladigan bo'lsa, film menga yoqdi. Uzr. Albatta yoqdi film. Hozirgi film ko'rgandan keyin emotsion tasavvur qila olmaysizlar, qanaqa holatda edim. Qanaqa gapirishni boshlaganda sekin yig'i keladi odamga. Chunki final, do'stlar, bu final. Trilogiya finali. Nimadan? Venom bilasizlarmi qayerda? Mana qayerda turibdi. Venom qayerda-yu, Sonic qayoqda? Plankani sezsa, Venom 3 masshtab bo'yicha, mayli, masshtab bo'yicha tenglashtiradigan bo'lsam, umuman yaqin kela olmaydi unga. Masshtab tasavvur qilinglar qanaqa. Albatta spoiler joyida aytaman uni. Hozircha spoiler, albatta spoilerlarsiz, chunki agar mabodo film ko'rmaganlar bo'lsa, o'ziga spoiler olish mumkin. Albatta hozir qilyapti bilaman. Post credit scena degan videolar chiqib ketgan, ya'ni titrlardan keyin sahnada kim chiqishi. Albatta bu ham sizlarga spoiler bo'lmasin, albatta keyinroq aytib o'taman uni. Aytib o'tgandek, film zo'r, menga yoqdi. Balini ham sal turib aytaman. Birinchi oladigan bo'lsak, menga bitta tarafi sal yoqmadi. Film juda ham tez bo'ladi. Birinchi akti. Ikkinchi, uchinchi akti yomon emas. Aytganimdek, o'rtacha anaqada, tempda, birinchi akti juda ham tez. Tez voqea sodir bo'ladi. Siz anglolmaysizlar, namuncha tez bo'lyapti, shunchaki men kimdir ko'proq xohlaydi bu sahnani, lekin biz uzib qo'yamiz, mana shunaqa bizga yordamchilik kerak bo'ldi, biz olib ketamiz sizlarni. Mana shunaqa narsa bo'ldi, menga shu taraf yoqmadi. Men ko'proq xohlagandim ular oilaviy unaqa o'tirishlari bo'lishini, yo'q, biz sizlarni olib ketamiz, chunki Shadow chiqqan. Qamoqdan chiqdi, ya'ni u bunkerdan chiqdi, qamoqdan chiqdi, farqi bor, kapsuladan chiqib keldi. Ozod bo'ldi qisqasi. Shadow bu filmda, Keanu Reeves. Albatta Keanu Reeves ovoz berganini ko'rmadim. Qayoqdagi Levi odam ruschada, albatta o'zbekchada ham titel kinoteatrda yozib olingan variant uni ustiga. Inglizchada ko'rganimda endi Keanu Reeves ham ovoz berganini his qilardim. Qanaqangi u personajga ovoz berganini. Albatta afsuski bu narsa bo'lmadi. To'g'rirog'i men o'zbek tilida ham ko'rmadim, rus tilida ko'rdim. O'zbek tilida endi bilmam qanaqa bo'lardi. Emotsiya rus tilida hech bo'lmasa emotsiyaga berilish uchun rus tilida ko'rdim, chunki agar ingliz tilida ko'rsam umuman yig'lardim bo'laman originalda ko'rganimda. Shuning uchun meandirdim. Sujetga keladigan bo'lsak, sujet oddiygina bo'ladi. Birinchi, ikkinchi qism qanaqa bo'lgan, uchinchi qism ham shunday. Lekin men bitta narsani aytib o'taman. Bitta narsada xato qilishdi. Izumrud degan narsa bor, bilasizlar, ikkinchi qismda paydo bo'lgan narsa yashil olmos. O'shaning ichida har xil olmoslar bor. Kristallar deylik. 6 tam 8 ta. Men uni har bitta trilogiya bo'lsa, har bitta qismda 2-3 ta izumrud qo'yib chiqqan bo'lardi va ular topardi film davomida.
Ana o'shanda qiziq bo'lardi va 3-qismni hammasini birga yig'ib, ana o'shanda Supersonic paydo bo'lganda hype bo'lardi, undan da odam qiziqardi. Lekin 2-qismga Izumrud hammasini qo'yishdi, birdaniga topildi qayoqdandir. Qanaqadir yo'l bilan uni ustiga hammasi birlashgan paytda ular topishdi yashil Izumrudni va shunchaki Supersonic bo'ldi 2-qismda xolos. Ammo buni sal cho'zgan bo'lardim. 2-qism o'zida yoqmas, 3-qismda ko'rsatgan bo'lardim balkim. Lekin baribir 2-qismdagi Supersonic bo'lmaganda film qutqarib qola olmasdi. Ya'ni muvaffaqiyatsizlikdan edi. Usiz ham film yaxshi bo'lardi, lekin baribir menga ko'proq 3-qism yoqdi. Trilogiya bo'yicha birinchi qism ikkinchi o'rinda. 2-qism 3-o'rinda. Faqat shunaqa meni fikrim. Filmlar bo'yicha oladigan bo'lsam. Personajlar albatta bu yerda odamlarga o'rtacha vaqt ajratilgan, bir ham kam deyolmayman-u, lekin birinchi qismga qaraganda bo'ladi. Bu yerda ko'proq Sonic otryadiga diqqat qaratilgan. Robotnik, ayniqsa Robotnik buvasi, ikkita treyler ko'rgan bo'lsam adashdim do'stlar. Uzr, treylerga reaksiya olgan paytimda birinchi treyler dublaj qilganimizda ham men uni adasi deb tarjima qilganman. Papa deb ingliz tili aytganida men o'yladim, adasi nima bola deb hayron bo'lgandim. Nimaga u shunchalik qari? Uni o'ylasam u navarasi ekan, Eggman, u buvasi. Qisqasi tushundinglar. Endi ikkalasi bilan bo'lgan munosabat shunchaki iliqlik olib keladi. Odamga bir tomondan komediya kulgili, bir tomondan salbiy ham odamga kulgi olib keladi. Yuziga quvonch olib keladi, kulgi. Qanaqa tasavvurlab berishni ham bilmayman qisqasi. Mayli endi. Ularni bunday chetga suradigan bo'lsak, albatta u yerda Stone bor, Stone. Oxirida lekin odam qayg'urdi unga, to'g'risini aytsam. Bir tomondan odam qayg'urdi, men uchun ravka bo'ldi unga. Keyinchalik tushunib olasizlar negaligini. Hozircha aytadigan bo'lsam, ayniqsa action ham bu yerda ajoyib, lekin qanaqadir odam ko'proq xohlaydi. Lekin men prям action bo'lish xohlaman, chunki bu bilasizlar, игровой adaptatsiya, o'yinni anaqa ekranizatsiya qilingan varianti. Albatta bu yerda nima bo'lish kerak? Action bo'lish kerak. Action bu yerda bor, yo'q emas. Har holda birinchi, ikkinchi qismdan ko'p, ayniqsa 3-qism, to'g'riroq 3-aktda, to'g'riroq 3-qism 3-aktida aytib o'tganimdek. Bu ham zo'r, ko'p. Prosta birinchi aktda sal ko'proq xohladim Shadow bilan Sonic fightini. Aytganimdek hammasini oxirga olib qo'yishgan ekan, lekin ko'proq ularni anaqa oblikka olishganda super forma, albatta uni spoilerda aytaman, super forma olib urushgani ko'proq bo'ldi, shem oddiy formada urushgan, ya'ni bilasizlar, Saitamaga o'xshab baqirib yuboradi-yu, Saitama. Shunga o'xshab shunaqa emotsiyalar bo'ldi, albatta aytganimdek, lekin odamlar bilan bo'lgan sahna bu kerak emas, ortiqcha. Shunchaki, bizga yordaminglar kerak, bo'pti, ketdik. Treylerda ham aytib o'tdim, g'alati sahna, shunchaki, biz zerkib ketdik, bitta bloger aytdi deb bir treyler tahlil qilganda. Ular shunchaki zerkib o'tiribdi, shunchaki aytdiki, yordam kerak, ular shunchaki zerkib ketgandan bo'pti, mayli boramiz deydi. Filmda xuddi shunaqa narsa bo'ldi. Xuddi shunaqa gap haq bo'lib chiqdi, respekt o'shanga aytgan odamga. To'g'risi men kutmagandim uni haq bo'lishini, chunki aytdiki, biz shunday ham zerikib ketdik, hobbilar qilib bitta narsa yasab o'tiramiz, bekor kundan ko'ra kelinglar yordam beramiz. Bilmadim, nima deyish, qanaqa emotsiya qilishim. Mayli, Vakovskilar oilasi bo'pti, mayli, bo'ladi. Unaqa ko'p vaqt ajratilmagan ularga. Uni ustiga aytganimdek, action, sujet hammasi norm joyda, menga yoqdi, iliqlik olib keladi. Eggman ayniqsa uni buvasi bilan yoqdi, hamma naqa ko'p personaj. Shadow ajoyib, shunchaki 400 olcha va nihoyat shu spoilersiz tahlil tugatsam ham bo'ladi qisqasi. Shu spoilersiz gapiradigan bo'lsam, film menga yoqdi, zo'r udar. Bundan ortiq nima deyolmayman. Kassada ko'p yig'adigan umiddaman. Hozirda aniq ma'lumot bor, endi agar hafta yangiliklar chiqarib qolsam, mabodo yangiliklar yoki post tashiyman qancha yiqqanini, ya'ni bir oy ichida yoki 1-2 hafta ichida. Albatta Craven omadi kela olmaydi deb o'ylayman, chunki bu yerda Mufasa ham bor. Endi Mufasa haqida tahlil qilish ham, ya'ni obzor qilish ham istamayman, chunki balli 50 dan oshiq, Rotten Tomatoesda bu yerda esa kritiklar yaxshi baholadi. Adashmasam 88 da oxirgi marta, tomoshabinlar 98 baholab tashadi. Juda ham zo'r. Craven bilasizlar 16 bo'yotuvdi. Kritiklar
tomoshabinlar 70 qanchadan ham baholagan. Mayli, men ham dedik, omad tilaymiz, Craven naqa ko'p yig'adi deb o'ylayman. A bu Sonic bilan yig'adi. Chunki bunaqa ballar bilan kritik va tomoshabinlar buni balli bilan yaxshi yig'adi deb o'ylayman. Qisqa spoilerga keladigan bo'lsak, albatta spoiler Maria degan personaj Shadow yo'qotadi. Albatta bu treylerda ham bor edi. U flashback sahnalarini eslaydi. 50 yil o'sha kapsulada u uxlaydi, uyquda bo'ladi. Birinchi qismi, to'g'rirog'i birinchi aktni boshidayoq qochadi. Filmni 5-10 daqiqasini o'zida uje Sonic jamoasi bilan olishadi. Men o'yladim, filmni bu o'rtasi yo oxir deb o'ylagandim. U boshiga mototsiklda sakrab ikkalasi urushgan payti bir-biri bilan o'shanda yomon ham spishka bo'ladi. Unaqa. Mayli, tushundinglar, birinchi qismda ham bo'lgan narsa, svet o'chib qolib, yana qaytadan zagruzka bo'ladi. To'roq, chiroq. Keyin anaqa bo'ldi. Birinchi qism bilan bog'liqlik, anaqa narsalar, ozgina flashback emas, shunchaki отсылка desam ham bo'ladi. Belgi narsalar bo'ldi. Bir eslab o'tdik menman. Birinchi qismda bo'lgan narsalar, g'orin topdi, yana boshqatda hamma narsa turibdi. Ya'ni o'sha yerdagi rasm, hamma narsa va Vakovskidan xardangda mana bu yeringda, hamma narsa bu yeringda, ya'ni. Mana o'pkamdasi yo'q, seni yuragingda. Treylerda ham aytuvdi. Bu narsa va oxirgi film oxirida ham rol o'ynaydi qisqasi. Shadow'ni qaytarish uchun. To'g'rirog'i Shadow uni qaytaradi Sonicga, chunki u jahli chiqib ketadi, chunki Tomni u Shadow yaralab qo'yadimi yoki xushdan ketkizib qo'ydi qisqasi. O'sha joyda ozgina anomi qoldi, nima bo'lganini to'g'risi. Shunchaki urdi, uchib ketdi, bo'ldi, xushdan ketdi. Film oxirigacha keyin uni ko'rmadik. Ikkinchi akt oxirida. Uchinchi akt polni Sonic jahli chiqdi va anaqa izumrudni olib uni yo'q qilaman dedi. Qasos unaqa hech kimdan to'xtatib qola olmaydi. Birozi harakat qildi. Shadow bilan fight bo'ldi, juda ham epik. Ular yer yuzi davomida polni aylanib, hamma yer sharini urishdi. Shunaqangi zo'r, unisi kosmosda olishdi va oyda ham biroz jang bo'ldi, biroz ko'p emas. Oyda ham bo'ldi, bir-ikki. Ayniqsa Eggmanning buvasi albatta yovuz ekan. Yovuzdan ham battar yovuz demoqchiman. To'g'rirog'i uni anaqa qildi. Predach qildi. O'zbekcha gap kelmayapti. Menga hozir shunaqa paytda kelmay qoladi mana shunaqa. Xiyonat qildi qisqasi. U nevarasiga, keyin nevarasi bilan olishdi. Shunaqangi bachkana. Bittasi 5 tervatar, bittasi bilasizlar, chayon bo'ldimi? Shunaqangi bir qiziqdan qiziq g'alati faytlarni ko'rdik. Oxiri buvasi Allohu akbar o'ldi uje va bilin u shunaqangi boru oxirida bilmadim nega Yovuzga ham qayg'urdim. Shunaqasi ham bo'ladimi do'stlar? Yovuzga qaysi filmda sizlar Yovuzga qayg'urgansizlar? Bilmayman, hech qanaqa unaqa narsa bo'lmagan. To'g'ri, Thanosga qayg'urdim, lekin bunchalik bo'lmagan. Chunki u mayli o'lyapti, shuncha odamni yo'q qildi, anaqa qildi. Men uni daj yomon ham ko'rdim, boshda keyin xohlagandimki, u niyatiga erishishni. U niyatiga erishdi ham. Eggman erishmadi. Xohladiki, ya'ni treylerda aytgan gapi bor. Agar men dunyoni qutqarib qola olmasam, men dunyoni bosib ola olmasam, men uni qutqaraman. Shunga o'xshash gapi bor edi, albatta. Dublash qilganimizda ham. Qasi oxirda o'zini qurbon qilgani, uni ustiga menman Agent Stone'ga sen men do'stimsan degan, chunki film davomida bu narsa aytib o'tildiki, biz do'stmiz. Agent Stone o'zini shunaqangi qilib ko'rsatgich bo'la do'st, o'z aslida uni shunchaki xizmatkoridek ko'radi. Bilasizlar, birinchi-ikkinchi qismda ham ularni mana arkasi yakunlandi va oxiri uni do'stim deb qabul qildi. Shunaqangi odam yig'iladi. Eggman oxirgi paytda odamligini his qilib yer yuzini qutqarishni tan oldi va qutqardi ham. Bu yoqda uni ustiga hamma qayg'urdi, bu yoqda Sonic hushidan ketib qolgan. Qisqasi voqeani aytib berish xohlamayman sizlarga, albatta. Shunaqangi drive, energiya, anaqa emotsiya bo'ldi. Shunaqangi film davomida men bunaqa emotsiya olmaganman oxirgi marta. Bu yil bunchalik bo'lmagan. Uni Arkane hisob qilmasak. Arkane aytgancha serialni ko'rdim. Mayli u boshqa voqea, uni keyin alohida tahlil qilarman. O'sha keyingi yil, bu yil albatta vaqtim yo'q. Yil oxiriga ozgina fursat qoldi albatta. Agar bu videoni yuklagunimcha ham qanchadir vaqt o'tadi.
Shuning uchun bir nima deyish qiyin. Albatta, Kalmar o'yini kutib turibdi bizni 28 atrofida. Agar ulgursam tashlayman birinchi qism, bo'lmasam keyingi yilga qolib ketadi. Qisqasi shu. Aytganimdek, Sonic chalg'idim, juda ham chalg'idim. Qisqasi oladigan bo'lsam 9.5 qo'yaman. Cringe joylarni hisobga olmasak, Mariya bilan bo'lgan sahna prem harakat qilishmagan dramaga. Aytganimdek, qanaqadir xuddi O'rgimchak odam uyga yo'liqdagi men xolasi o'ladigan sahna, Tom Hollandning versiyasidagi. Men xolasidan o'ladigan sahna ham unchalik dramaga berilmagan. Bu yerda ham shunaqa. Ozgina harakat qilishmadi. Men shuncha yig'lamadim, qayg'urmadim, chunki personaj yaxshi bilmasdim, yaxshi ochib berilmagan. Mariya, mayli Shadow bilan do'st edi, shunchaki uni yo'qotdi, bo'ldi. Shuning uchun u qasos olmoqchi va u yer yakson qilib nimadir qilmoqchi. Yer emas, ular organizatsiya ismidan chiqib qoldi. General, treylerda ham ko'rsatilgan general. Birinchi aktda chiqdi-yu, shu zahoti o'ldi. Bir ham blistyashi, bravo bo'ldi. Bunaqa tushunarsiz joylar bor, odam anaqaga solib qo'yadi biroz. Pokemonga atsilka bo'ldi, bilasizlar. Yana bitta narsa, Eggman 4-devor yorgani bu juda ham hayron qoldim. Unisi Comic-Con esda tutilgan bu yerda. Va Tom Cruise naqa har xil bor, xuddi Deadpoolga o'xshab. Unisiga xuddi ikkita personajni bitta aktyor o'ynayotgandek deb shundoq kameraga qaradi va hayron qoldim. Men hech bunaqasi bo'lmagan. Men o'yladim faqat Marvel qila oladi bu narsani. Albatta 4-devorni buzish, to'g'ri. Deadpool qo'ldan keladi, She-Hulk, ayol Hulk albatta. Bunaqasini kutmagandim. Ayniqsa Comic-Con aytib o'tilgani. Bu ham 4-devorni buzish, Comic-Con. Albatta kinofilmlarda eslatib o'tilgan, lekin bu yerda Comic-Con bilmadim. Bunaqa narsalar uncha filmda bo'ladi deb o'ylayman. Ayniqsa fan servis ko'p o'tdi. Ayniqsa o'sha aytganim super Shadow bilan super Sonic olishuvi albatta shedevr. Endi mega shedevr, ultra zo'r mega deyolmayman. Albatta cringe sahnalarni hisobga olmasak, bu yerda ko'p emas. Albatta yumor yaxshi, men kuldim. Bir ikkita joylari biroz yosh bolalar uchun. Albatta ikkalasini faytini hisobga olmasak, aniq Eggman bilan buvasini Abdus ham qisqasi 9.5 qo'ydim. Men uchun aytgancha yana soundtrack titrlarda sahna bor, soundtrack uni oxirigacha eshitdilar, zo'r. Menga soundtrack yoqdi. Endi hamma dedi har xil. Endi kimgadir yoqar, kimgadir yoqmas, lekin shaxsan menga yoqdi. Uchala qismdan soundtrack oladigan bo'lsam, 3-qismdagi men uchun birinchi o'rinda. Birinchi qismdagi ham ikkinchi o'rinda, uchinchi o'rinda ikkinchi qism. Xuddi filmni qanaqa aytgan bo'lsam, soundtrack ham shunaqa. Men ko'proq masalan Kid Cudi tomonidan ijro qilgan hozir aytaman, Star in the Sky qo'shig'i albatta o Shang-Chi'dagi Ranet qo'shig'i emas, DJ Snake bilan, u boshqa narsa. U boshqa Shang-Chi 19 kapsonasidagi Ranet qo'shig'i, umuman adashtirmaylar. Bu Ranet, men ham o'yladim, Ranet juda tanish desam, u aytiladigan anaqasi so'zi bir-biriga bog'liq, to'g'ri. Ranet Shang-Chi'da ham shunaqa soundtrack bor, u ham yoqadi menga. Bu ham qanaqadir odamga pozitiv olib keladigan qo'shiq. Uchala qism ham pikselni xuddi arkada anaqa xuddi nostalgik ko'rinishda, o'yin ko'rinishda ko'rsatilgan. Soundtrack albatta uchalasini ham silkasini qoldiraman. Uchalasini ham ko'rishinglar mumkin, ko'rmagan bo'lsangiz. Albatta soundtrack oladigan bo'lsam, klipni xuddi retro stilda qilingan, menga yoqdi. Albatta bu xuddi o'yinni retro stilda qilingan variant. U zo'r piksel anaqalar bilan albatta birinchi, ikkinchi qism, uchinchi qismni hammasi trilogiya davomida oladigan bo'lsam 9.5 aytgandim. Mayli 10 deylik, trilogiyani o'zi men uchun 9.5. Qisqasi menga yoqdi, lekin birinchi qismga 7 qo'yganman. To'g'ri, 7.5. Ikkinchi qism 8 aytgandim, lekin to'g'ri boshida aytib o'tganimda ikkinchi qism 3-o'rinda men uchun. Bir tomondan lekin o'ta yaxshi sahnalarim bor, lekin menga yumor yoqmagan. Ikkinchi qism yumor. Uchinchi qismda hamma narsa yaxshi, odamlar kam. Personajlar ko'p, bizga yoqtiradigan Sonic anaqa ko'proq vaqt ajratgan, ayniqsa Shadow. Biroz bir tomondan unga ham odam qayg'urdi, jalqa bo'ldi, chunki Mariyani yo'qotgan va film oxirida imенно mamtimga urdi otdi. Mana bu yerimga
ana o'shandan keyin u to'xtab qoldi. Tushundiki, qanaqadir o filosof gaplar boshlandi. Keyin bu yog'i o'zingizlar tushunib olasizlar, filmning ma'nosini o'zi nima haqida, nima anaqa ma'nosini, mavzusi filmmi qisqasi shu. Odam o'zligini aniq qilsa, ya'ni yuragingdagi bo'lgan narsani aniq qilsa, shunda bu treylerda gap qisqasi, men uncha esimda yo'q, Vakovskiyning gapi. Ikkinchi qismda ham shunaqa gap qilgandi. Qisqasi shu, cho'zilib ketdi. Tahlil ham albatta agar film ko'rsanglar, necha ball qo'ygan bo'lsanglar, to'g'ri necha uzr charchaganda shunaqangi gap ham kelgan. Necha ball qo'ydinglar filmga? Albatta kommentariyada yozib qoldinglar. Film sizlarga yoqdimi? Ham albatta yoqdi deb o'ylayman. 99% ga yoqqan bo'ladi. Albatta, endi Jim Carrey fanati bo'lsanglar albatta. Shaxsan menga robotik rolda u prям zo'r. Albatta u Grinch rolini ham davom ettiraman dedi. Sonic 4-qismi chiqadi. Titrlardan keyin sahna yozimlari chiqdi, Amy chiqdi albatta. Uning ustiga kanonichniy robot, Sonic Robo versiyasi, o'shalarning hammasini bittada shut qildi. Albatta tekstura anaqa shunchalik oddiyki, xuddi o'yin personajiga o'xshaydi. Ham anaqa detalizatsiya yo'q, mayli endi ko'ramiz. Shunchaki ular oxirgi budjet kopeykasiga ishlatishgan titrlardagi sahnani. Atak o'tda ham grafika yaxshi. O grafon, lekin grafon shedevr. Mila почти ko'rmadim. Grafikada muammo ko'rmadim. Flash filmlaridan keyin o'yladim kinematograf o'ldi, grafikim endi bu yoqqa zo'r bo'lmaydi desam, yaxshi bu yerda grafik. Albatta aytmoqchi bo'lganim, grafik o'ta yaxshi. O'tganmi shu Amy chiqdi, endi 4-qismda kutib qolamiz. Yangi personajlar chiqishni boshlaydi mana shunaqa qilib. Lekin eng qizig'i Shadow bilan Eggman o'ldi. Endi bilmadim ular qaytishadimi yo'qmi, bitta anaqa qolib ketdi. Stone. Bilam shunaqangi odam qayg'urdi, jalka bo'ldi. Shunaqa personajlar qolib ketdi. Ustiga mayli endi arka yo'q edi bu personajda. Shunchaki Sonic qottardi. Shunda nimaligini hamma narsani jiddiy qabul qilishni tushundi. Birinchi qismda bunchalik emas edi. Ikkinchi qismda bunchalik emas edi. Uchinchi qismda sal bo'lsa ham anglab yetdi. Asas shu, albatta 4-qismni kutib qolamiz. U ko'p gapirgani tomog'imni qo'yib ketdi. Uzr. Asas menga film yoqdi, shedevr zo'r, men 9.5 qo'yaman. Trilogiyaga o'ziga 10. Yo'q, teskarisi. 10 qo'yaman, trilogiyaga 9.5. Chunki agar cringe anaqalar bo'lmaganda undan ham maza qilarim, yumor yanada yaxshilashganida edi. 10, hammasi 10 edi men. Rang planka mashinaga ketgan. Venomniki pastga qarab ketdi. To'g'risi, bir tomondan achinarli hol Venom trilogiyasi shunchalik omadsiz bo'lgani uchun albatta Sony oladigan bo'lsa Sony haqida ham alohida video qilaman, albatta ko'rasizlar degan umiddaman. Sony kompaniyasi haqida Pictures. Albatta omad tilab qolamiz. Sonic to'g'ri kutib qolamiz. Albatta bu ham milliard yig'adi deb o'ylayman. Albatta milliard yig'sin, chunki milliard yig'sa ularga yanada foyda bo'ladi va 4-qismni ishlashga yanada ularda motivatsiya uyg'onadi albatta. Balkim 5-qism ham chiqadi, lekin yovuz kim bo'ladi aniq emas. Chunki Shadow bilan Eggman yo'q. Balkim qaytib kelishar, lekin shuncha yig'laganim bekorga bo'lmas endi. Mayli, sizlar bilan Uspul Studios edi. Albatta bu Uspul Studios kanal edi demoqchi edim. Ya'ni kanalga obuna bo'ling, like bosing, qo'ng'iroq tumasin. Bosing boshqa videolarni o'tkazib bermaslik uchun. Bu Uspul Studios kanali edi. Yana bir bor xayr, salomat bo'ling.